Очень мудрых, частные начальные школы. Eng yaxshi sarmoya farzandlaringizni ta'lim va tarbiyasi uchun qilingan sarmoyadir. Ishtixon tumanida malakali, tajribali, bilimli o'qituvchilar jamoasi bilan shakllantirilgan yangi xususiy maktab o'z ish faoliyatini boshladi. Davlat dasturi asosida o'tiladigan davlat maktablaridagi barcha fanlar 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan hamma fanlar bizning maktabimizda ham o'tiladi. Faqat rus tilida. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Rus tilida. Nega aynan rus tilida o'tiladi? Chunki bizning maktabimiz chet tillariga ixtisoslashtirilgan. Aytgancha, bizning xususiy maktabimizga 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar qabul qilinadi va hujjatlarimiz 25-iyuldan 15-avgustgacha qabul qilib olamiz. Ertalab 8:00 da farzandlaringizni mana shu xususiy maktabimizga tashlab ketganingizdan so'ng ertalabdan obedgacha dars jarayonlari bo'ladi. Obedda farzandlaringizga o'zimiz maktab tomonidan tushlik qilib beramiz va bundan tashqari farzandlaringizni uxlab dam olishlari uchun maxsus yotoqxonalar ham tashkil qilingan. Bugun o'tilgan fanlarni o'qituvchilar uyga vazifalarini mana shu joyning o'zida farzandlaringiz bilan birgalikda uyga vazifalarni qilishadi. Ya'ni farzandingiz uyiga borib uyga vazifa qilishlari shart emas. Tushunmagan, bilmagan hamma narsasini shu yerda o'qituvchilar tomonidan o'zlari so'rab, o'rganib, uyga vazifalarni mana shu joyning o'zida tayyorlab qo'yaverishadi. Va bundan tashqari soat 4lar atrofida to'rtlik, ya'ni polnik qilib berishadi. Va darslarimiz tugaganidan so'ng farzandlarimiz miriqib uyqularini, damlarini olib bo'lgandan so'ng bizning maxsus transportlarimiz, ya'ni avtobuslarimiz sizning farzandingizni o'z xonadoningizga xavfsiz tarzda o'zlari yetkazib berishadi. Bizning manzilimiz Quruvchi ko'chasi, ya'ni Ustozlar xiyobonining qarshisida joylashgan eski prokuraturadan kirib kelishda, o'ng tomonida esa Ishtixon tumani Betonkadan kirib kelishda. Farzandlarini ta'lim tarbiyasiga befarq bo'lmagan ota-onalarni chet tillariga ixtisoslashtirilgan maktabimizda kutib qolamiz.